bola xatoga yo'l qo'yganda begona odamlarning oldida, boshqa odamlarning oldida uni jazolash yoki so'roqqa tutishlik. O'rtoqlarning oldida so'kib beramiz bolalarimizni. O'rtoqlarning oldida hurmatini yo'q qildik. Aka-ukasining oldida yerga urib beramiz. Aka-ukasining oldida bo'yni qisiladigan bo'lib qoladi. Shuning uchun hikmatli ota, hikmat egasi bo'lgan ota bolasidan xato sodir bo'lganda darrov so'kmaydi. Darrov so'kmaydi bolasini yoki nabirasini. Yolg'iz qolishini kutadi. Endi bunga nima kerak? Sabr qiladi. Hech kim yo'q joyga olib borib turib, pachag'ini chiqarib olsa ham-chi urib, bola xafa bo'lmaydi otadan. Otam zo'r deydi. U urdi bo'lmasa, zo'r deydi. Zato nima qilmadi? Birovlar oldida xijolat qilmadi deydi. Esimizdan chiqmasin, yosh boladan xato sodir bo'ladi, xato ish qiladi, faqat biz uni o'rnida jazolashga shoshilmaylik. Farosatli ota o'zini bolasini karomatini saqlaydi. Katta kishining oldida behurmat qilmaydi.